Assalomu alaykum qadrdonlar. Sizlarga ham xonadonlaringda xuddi shu ahvolmi? Oynalari sinib ketgan, eshiklar qiyshayib, yeshilib ketgan. Undan tashqari har yili mana bunday qilib kraska qilyapsiz, o'chib, ko'chib ketyaptimi? Buni andijonlik ustakalarimiz yo'lini topibdi. Qadrdonlar, mana akalarimiz yo'lini topibdi. Yopilishini qaranglar. JMD mashinasidan ham yumshoq. Yopilishiga bitta e'tibor bering. Mana buni qaranglar qadrdonlar. Eng zo'r eshik romlar bo'ladi. Akalarimiz, andijonlik ustakalarimiz Andijonga o'rnatib beribdi. 1 kvadrat metrni atigi 540 ming so'mdan qilib bergan, osoniga qarab. Bu oynalar bir qavat bo'ladi. Ko'rib turgan joylaring uzunligi 15 metr, balandligi 290 joy. 43 kvadrat joyimiz bo'ladi. 1 kvadratda 540 mingdan bitgan. Mana bu joylar bir qavat oyna, yo'diviy bo'ladi. Mana bu eshiklarimizni oynasini kalyonni qilib berishibdi. Ya'ni yaxshi bo'lsin, bola chaqa bu parchalanib sinib ketar ekan. Shuning uchun shundan foydalanilgan. Qadrdonlar, ko'ryapsizlar. Xizmatlar faqatgina vodiy bo'ylab aytilgan narxlar ichida, dastavka, ustanovka, o'lchash xizmati ichida bo'lar ekan. Buni endi eshik romlarimizda qancha ochilishi ko'p bo'lsa, narx qo'shilib qolar ekan. Shuni inobatga olib qo'yasizlar. Klassdan deysizmi, alimondan deysizmi yoki ranglarini boshqacha mokri deysizmi, oq deysizmi, xohlagan rangingizdan qilib berishadi. Pastda nomer qoldirganmiz, aloqaga chiqa olasizlar. Eng zo'rlari faqat tajribali ustalar kanalida bo'ladi.